Ayol serialida Bahorning yaqin va mehribon dugonasi Yeliz rolini aktrisa Aycha Erturan o'ynadi. Aycha juda badavlat oilada dunyoga keldi. Boy ota-ona uning hech bir istagini rad etmasdi. Qizaloqning barcha injiqliklari bir zumda muhayyo qilinardi. Shunday bo'lsa-da, Aycha juda bosiq va tarbiyali bo'lib o'sdi. U kattalarning liboslarini kiyib, ota-onasi qarshisida spektakllar qo'yardi. Aychaning qarindoshlari bunday qiziqish vaqt o'tishi bilan o'tib ketadi deb o'ylashardi. Ammo qiz maktabni bitirgandan so'ng aktyorlik mahorati bo'yicha ta'lim olmoqchiligini ma'lum qildi. Avvaliga ota-onasi uning bu fikriga qarshi edi, lekin uzoq to'sqinlik qilmay yon berishdi. Universitetda Aycha a'lo baholarga o'qidi. Barcha o'qituvchilar aktrisaning mahoratiga qoyil qolardi. U hech qachon rahbarlariga yon bermas, yetakchi bo'lishga urinardi. Aycha Erturan ilk rolini ularning Shodon hayoti filmida o'ynadi. Ammo bosh qahramon bo'lmagani bois o'zini to'la namoyon qila olmadi. U qadar muvaffaqiyatli kechmagan ishlardan so'ng Aycha bir necha yilga tanaffus qildi. Bu orada u o'z mahoratini oshirish bilan shug'ullandi. Aychaning shu kungacha eng ta'sirli roli Ayol serialidagi roli. U boshiga ko'p sinovlar tushgan ikki bolali ayol obrazida namoyon bo'ldi. Biroq onalik tuyg'usi unga o'sha paytda tanish bo'lmagani bois anchagacha bu rolga o'rganishiga to'g'ri keldi. Oxir-oqibat Aycha tomoshabinlarning ko'nglidagi hislarni to'lqinlantirishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Turmushga chiqqanlar va g'azablanganlar serialida esa Aycha doim erini kuzatib rashk qilib yuradigan ayol obrazida chiqishiga to'g'ri keldi. Bu loyihada u o'zining haqiqiy mahoratini ko'rsata oldi. Rejissyorlar bunday ajoyib ijroga qoyil qolib, aktrisani rosa olqishlashdi. 2021-yilda Aycha Erturan ATVning Hujumchi serialida suratga tushdi. Lekin klassik janrga o'rganib qolgan tomoshabinga turk seriallari uchun yangi janr ma'qul bo'lmadi. 2023-yilda yozda aktrisa Moviy Quvg'in serialidagi Zehra roli bilan ekranga qaytdi. Bu serialda Janer Jindoruk va Damla So'nmez ham suratga tushgan. 2014-yil 31-avgustda Aycha O'g'iljon Kirjaga turmushga chiqdi. 2021-yilda oilada qizaloq tug'ildi. Unga Nova deb ism qo'yishdi.